Assalomu alaykum ahli YouTube. Yaxshimisizlar? Mana bugun 18-mart kecha bitta terim bo'ldi. Bitta terim qildik. 300 kilocha chiqdi. Boshlanishi. Xudo xolasa yaxshi. Pomidorlarimiz ancha kattarib qoldi, tepalari ham. 7 pog'onada to'xtadi o'zi 7 pog'ona. Mana ki hosillar. 8 ta tuygan. 6 ta tuygan. 4 ta 5 ta. Hosilimiz ko'z tegmasin, zo'r. Mana biz ikkitaga bo'lingan ekan. 5 ta bunda, 5 ta bunda. 10 ta tuygan ekan, maşallah. Ko'tarib, tukshitib, shuni ko'tarishga. Mana shu agatlar eng oxiri bular. Eng oxiri mana bu kalta bo'lib, oxirga yetilgan agatlarimiz. Prilotlarimizda 10 ta prilot bo'lsa, mana bu 10-prilotdan mana hozir. Xudo xolasa bu taraflar o'sha qizarib, bu taraflar o'sha ikkinchi terim bo'ldi. Birinchi terimda 100 kilo chiqdi. O'sha 5 ta prilot naryoqdan. Bu hozir 5 ta prilot oxirgi taraf. Bu tarafga yetib keldi o'sha. Kecha terim bo'lgandan keyin mana ahvol hali qizillar bor. Bitta qip-qizil qolib ketdi. Ko'stigmasin yaxshi, alamini qattiq ves bosadigan. Pomidor ekan, endi sekin-sekin bugun erta yomg'ir ko'rsatyapti. Quyosh chiqsa yana bir 3 kunda, 4 kunda teramiz nasib bo'lsa. Aka. Xudoga shukr. Bizda to virusi yo'q, virus bezlab qoladi-yu, o'sha narsa yo'q. Ketishi zo'r. Kimlardir kommentariga hosil kam, orasi uzoq degan bo'ldi bir ikkitalari. Endi xudo xolasa jo'jani kuza sanaymiz-da. Endi bularni tugib, pishirtirib sotib olaylik. Qancha sonda chiqqani haqida ma'lumotlar beraman. Xudoga shukr 7 ta pog'ona bor. 7 ta bir xilda 8 ta bor. Mana ki. O'sha shuga 4 ta pog'ona, 5 ta, 6, 7 ta. Xilda 8 ta, va 8 ta ekan. Yomon emas, zo'r. Endi kommentariyaga har xildan har xilcha yozaveradi. Bizga samoglavniy virusga uchratmasdan qizartirib kilo bosadigan ahvolga yesa, o'sha bizga eng muhimi. To'g'ri, bariga unaqa bo'lishi mumkin. Yomon bo'lishi mumkin yoki hosili rang qanaqadir mutni bo'lishi mumkin. Pishmay turib. Lekin kilo berib qolib mana bunday qip-qizil bo'lsa, u zo'r.
Birinchi pog'onlar bomba bo'lib qolgan, ko'plarida bomba bor. Bomba ham qanday 250-300 gram sotilaveradi. Ikkinchi pog'ondan xudo xolasa bir tekis 150 gram, 170 gram shunaqa bo'ladi. Mana bunaqalar 200 gramgacha-da. Mana 150 gram. Mana bir maydaroq bo'ladi asosan. Sizda bir tekis bo'ladi. Ikkinchi pog'onda. Staysimi yo'q, birinchi pog'onda katta yirik bo'ladi. Parnigimizni balandligi 370. Yerga 1 metr chuqurga tushirilgan yerni kavlab tushirganmiz. Mana beton qilib qo'yibmiz. Tashqari tarafga qaraganda yerimiz 1 metr past. Shuning hisobiga issiq. Yomg'ir quyyapti, uz boshladi bizni. Bular terim boshlandi. Bitta-ikkita o'sha olinib turibdi. Endi xudo xolasa bu yoq issiq Surxondaryoda issiq bo'lgan vaqt haligimiz past. Usti pastligi uchun sal qiynalishimiz mumkin. O'shaning hisobiga tepaga loyiqa sepamiz, loyiqani ham qalinroq sepamiz. Bir xillarda pardingni usti balandligi 4 metr, 4,5 metr, 5 metr, 6 metrliklar ham bor. Ularda qanaqadir havo aylanishi, sirkulyatsiya zo'r bo'ladi, salqin bo'ladi. Lekin qishda isitish sal qiyin bo'ladi. Bizda qishda isitish ancha yaxshi bo'ldi-yu. Endi yozda issiqdan saqlash sal muammo bo'ladi. Shuning hisobiga sal qiynalamiz. Ozgina sal kechroq ekibmiz. 15-noyabr ekilgan bu anaqalar, pomidorlar. 1-noyabrda eksak, o'sha bugun shu kecha kunduzda o'sha massaga kirgan bo'lardi. Massaga kirib 3-4 tonna terilayotgan bo'lardi o'sha. Xudo xolasa. Lekin kecha ekkan hisobiga o'sha sal kechroq kiryapti massaga. Yo'llar tekslayapmiz. Yo'llar sal uklon bo'lib qolgan, pomidor ko'tarib yurishga bolalarga xalaqit qiladi. Uklonni bu yoqqa tashlab yo'llar tekslab odam yuradigan yo'l qo'yapmiz. Pomidorlar o'rtalari ham. Ikkidan bombalar bor ekan uni. Biriga endi bomba. Endi yoqqan bo'lsa like bosingizlar mehnatimizga. Sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Shuncha video. Bu yil bizda ancha sovuq bo'ldi, ancha bulutli kunlar bo'ldi. Lekin virusga uchratmay olib chiqdik. Xudo xolasa, bu yoq faqat sotish. Qilgan xarajatlarni yopishimiz kerak birinchi o'rinda. Kuzatib boringizlar, yana videolar qo'yib boraman.